Keling bizda ham nonlar bor. Bizdan ham oling. Yo'q, okamlardan olaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Aka, ikkita solib bering. Aka, o'zi 4 ta qoldi. Hammasini olib qo'ya qoling. Bera qoling, aka. Ana aka, osh bo'lsin. Rahmat, aka. Salomat bo'ling, kelib turing. Ey Xudoga shukr. Bugungi nonlarimni ham sotib bo'ldim. Endi uyga ertaroq ketaman. Men yaqini. Men sen tushunmadim. Nonni bitta novvoyxonadan olib chiqib sotsin. Odamlarni sehrlab qo'yganmisan? Men hali 10 ta ham non sotmadim. 40 ta dog' shu nonni ko'zim oldida sotib yubording. Astag'firulloh deng. O'zingizni bosib oling. Eng qizig'ichi, nimaga sen yo'q bo'lsang ham odamlar seni kelib so'raydi. Buni sababi assalomu alaykum aka. Aniq bildim shu yerdaligingizda. Uyga kirsam yo'q ekansiz. Tinchlikmi? Nega kayfiyating yo'q? Kenja farzand bo'lib, pensiyaga chiqqaningizdan beri yoningizga kiraman deb har xil kasblarni qilib ko'rdim. O'xshamadi. Nonvoyxonam ham bir kun savdasi bo'lsa, bir kun bo'lmayapti. Pensiyangizni ham ro'zg'orga ishlatib qo'yasiz. Meni kechiring-da. Ha, bolama. Hamma topganim sallaniki-yu. Men go'rimga olib ketarmidim. Qani o'g'lim, qo'lingni duoga och. Ilohi omin. Nonvoylik kasbini tanlabsan, Alloh seni eng azizlardan qilsin. Odamlar seni noningni uzoq-uzoqlardan qidirib kelsin. Doimo omad va baxtingni bersin. Allohu akbar. Baraka top o'g'lim. Siz ham otangizning duosini olganmisiz? O'zim sizlar uchun ishlayapman. Savdamni ham mazasi yo'q. Qachon pul bo'lsa o'shanda olib kelib beraman. Bezakda qurmay mana hadi. Men dadamdan boyman chunki dadam bor. Izlarimni izlab yurgan qadam bor. Vaqtim kulolmagan qancha odam bor. Dadasini davrida bor.